Shep mana sizga aytgan o'sha 4,5 kilolik 5,5 millik bolasi bardoviy. Joni inson bu. Xo'roz qisqa qilib. Ol chotlarini ham ro'paraga bunlardan o'tdi. Joni inson. Endi aylantirama xo'roz. Suvayi ham o'ta suvayi. 5 kilo 200 yo 300 urishadi xo'roz mana. Chunki kecha makiyondan ajrab keldi mana. Joningiz inson bo'lsin. Hali bitta gap bilan gapirsa hech qatini maqtab gapirmay qo'yavering. O'z bittada tushunadi tushungan odam. Mana. Bu bo'yin bo'ladi mana. Bu kalla ko'z tumshuq mana. Joni inson bo'lsin. Krasavchik. Mujik. Mana. Bu parasidan olib qo'ydi. Tomosha qilib to'ymaydigan. Tomosha qilganlar mashalloh deb qo'yinglar. Tashabbuyaman gruppaga ham kayf qo'yinglar. Summa bo'lsa beriladi, bo'lmasa tomosha kutiladi. Bitta oyoqlarni ko'rsatdi. Bu oyoq nima deyapti? Joni inson bo'lgan. Krasavchik. Qo'lda ham boshqacha turadi. Shashilmay video qilyapti. Joni inson bo'lsin. Krasavchik. Bollari ham rosa chiqadi bundan xohlasang. Mujik. Bo'ladi. Assalomu alaykum akalar. Mo'joja o'tgan yil Tojikistonga sotilgan pilotkalarni ukalaridan bir yilga. Oyog'ini bitta ko'rsatib yaqinlashtirib, o'zlaring tushunib qo'ya olasizlar. 3 minutmi 2 minut syomkasi bor. Kundaga qo'ydik. Shu vaqt sindirib tashlayapti uni xo'rozni. Kirgan yo'qdi, qo'limda kirgizdim urishtirib. Bola jo'ja kilosi 4 kilodan oshiq bo'lsa kerak. Hozir topgarlikka ketadi. Aloqaga chiqasizlar, gaplashaveramiz xotirjam. Jo'jani fasatini ham bitta ko'rib qo'yinglar, gazlarini ham. Joni inson bo'lsin. Mana jo'ja. Xo'roz qisqa qilib gapirsa. Kechirmayapti urganni ham janob. Joni inson bo'lsin. Bo'ladi. Kelar, vali brinketni ikkitani uzib tashlagan tumshug'i kalta teshik olchin. Mashalloh deb qo'yinglar ko'rib, mana tumshuqlari kelib qoldi. Joni inson bo'lgan, kilosi yengilroq edi. 4 kilo 600 hozir, adashmasam yo 700. Aytdim, indamay 5 bo'lib ketadi deb. Adashmasam boquvga tashalganiga bugun 3-chi yo 4-kuni. 3 kun yo 4 kun bo'ldi mana. Jonini chiqarib yuboradi urganda ham janob, teshik olchin. Mujik, o'g'il bolasi xo'rozni, summaligi. Eson bo'lgan. Joni inson bo'ladi.